Qorilarda ustiga pishor keltirmang. Qorini ustidagi pishor o'zi bas. Birinchisi pishori mehrobda. Mehrobga o'tdingiz, bu masnada Hazrati Payg'ambar buzurgi islomda. Chinon bir larza insonni joniga keladi va keyingizga 500 kishniki bor berga namozga to'xtab. Bas shugina qori bachaga shu pishor. Nega siz pishor keltirar haqqingiz yo'q. Ikkinchisi pishori xavf ishtiboh va mutashobihat Qur'on azim shanda. 2700 joyga onchiki donishmandlarimiz aytadi, Allohi mutaol tanho ilm. Ilmda mushtaqoti bilan zikr qilganda subhanalloh 2700 joyga takror kelgan oyatga qaysi birisiga qarab ketsin bu qori. Lihozo pishor keltirmang ustiga. Uchinchi masala fikri ziyod, takrorhoy ro'zona. Bu qorigina siz rohat uyquga yotibsiz, siz rohatsiz, ammo bu qori kunduz kuniga ham bechora takror qiladi. Ham ustiga bizda pishor keltirgidek bo'lsak, va to'rtinchisi masalasi noniga ham bir mutoji bo'ling. Bir aziz fayom qo'ygan ekan, nihoyat oldan xursand bo'ldim. Aytdi, janobi Mavlosi, yig'ladi, bavar qiling. Aytdi, shu ro'z ikkita qorimiz bor, bizlarni xatmimizni o'tkazadi. Nonni ustiga biz hamma ne'matoy Xudoy pok bordi. Shu bizlar yeb yotib biz shugina ikkoviga qaradim. Aytdi, qorijon yeng. Aytdiki, so'y bizga voqea olmaymiz. Ham ro'zona Qur'onga lablari qoq bo'lib takror qiladi va ham nonni say iftor qila olmaydi. Shunga haqqimiz bormi ustiga pishor keltirsak? Lihoza oltinchisi pishori gafhoy mardum. Biz sizlarni bema'no pishorlarimiz qorilardi ustiga. Sohib muncha xizlatdingizki, bu ro'z tani hech kim ne avvalini bildi bizlar ne oxirini bildi. Ba'da chiqqandan sohib faloni qorini sesi ham ko'p xashindi, tanishib qorimaydi odamga. U ham eshitib o'ltiribdi. Sohib agar darozroq o'qigiday bo'lsa, yo yaxshi tartil bilan o'qigiday bo'lsa, qori bosib tuzaldingiz, qori sudays tuzaldingiz, qori manshavu tuzaldingiz, shayx shurang tuzaldingiz, mashallah bu kecha. Falonilarda bizda masjidini eshitdiki, yarim soat ilgari bizdan xalos bo'layotgan. Qorini o'ldirdingiz. Buni nima ish qilsin endi? Lihozo men taqozo qilamanki, azizlar va do'stlar, masojidning kattalari eshitadi, qoriginaga pishor keltirmang.